Tatarstar. Qadrli do'stlar, bizning Tatarstar diskotekasida mana bu klipning tub sababchilari da paydo bo'ldi. Endi mana Salovat o'zi Salovat Minixanov paydo so'rab ketgan. Tub ideya qo'yan chiqdi Salovat, tub ideya. Biz yanvar oyida biz вообще menga internetda keldi taqdim. Bek ishsizgina yigitga borib kelirga mumkin. Men davayki biz borib yo'l etib olaylik ham klip tushirik. Silashlikda oylar bilan silashdik. Bizning endi oylar bizning kutib operator Go'zalim bilan da silashlikda biz hayda boramiz-da yo'l etamiz. Ham shunda klip tushiramiz. Ham biz 10 kun ishinde bir 9 kun rahatlanib yo'l etdik. Hem bir gün 2 klip tushirdik. Birisi Go'zalimniki, birisi meniki. Qadrli do'stlar, Tatarstar diskotekasida bizda qo'noqda bo'lgan legendar saksofonist Artur Mauser Sax. Salam Artur. Salam do'stlar. Salamlar. Salam. Biz qarab o'tdik mana bugun durustdan shedevr klip Salovat Minixanov ur-yama klipi do'stlar. Artur, umuman nechta o'ylaysan? Klip shapmi? Klip albatta shap, menga bekdan yoshadi. Butun jonli klip bo'lib chiqqan. Shunaqta shunday muhabbat hislari, shunday xayoliy dunyo bek chin ko'ngildan ko'rsatilgan holatga. Mana Artur aytib berdi, mana bu klipda saksofonist bo'larga tegishliydimi? Artur Mauser Sax o'zi bo'larga tegishliydimi? Albatta bo'larga tegishli, lekin kerak bo'lsa meni Salvat chaqirar edi. Ayi, mana durustini aytdim, menim de bu klipda qatnashasım keldi. Durustdan shedevr klip qadrli do'stlar.